Qo'rqmang. Ishlamaydi. Voy, bu grija azob berdi uka do'stlar. Grijani davosi bormi? Biladiganlar kommentariy yozib qoldiringlar. Agar topolmagan bo'lsanglar, sizlar uchun men grijani davosini topib qo'ydim. O'zim ham grija bo'lgan ekanman. Bu yerda eslaganlar bormi yo'qmi? Bundan 1 yilmi oldin bu yerda sizlarga obzorini qilib ko'rsatganmiz, ya'ni Buxoroga kelganmiz hozir. Biz Buxoro shahar 5-mikrorayonga to'g'rida malaka oshirish, o'sha yerdan to'g'ri ko'chadan kirib kelganda sizlarga o'sha neyro apparatini oldiga kelganmiz do'stlar. Bu apparat juda ham sirli apparat. Juda ko'pchilik obunachilarimiz kelishgan bu yerda apparatga tushib, sog'lom bo'lib ketishgan, yurolmay qolganlar, o'sha yotib qolganlar hammasi yurib chiqib ketishgan mana shu apparat tufayli do'stlar. Xo'sh, hozir sizlarga tanishtirib o'taman bir maketin. O'zim ham bir shu apparatga tushmasam bo'lmaydi. Kech bo'lganda yetib keldim mana shu apparatga bir tushish uchun do'stlar. Videoni boshidan bitta dona like bosib qo'yasizlar. Hozir bu apparatni nimalarga foydaliligini aytaman. Shokka tushasizlar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimi, timsiz? Rahmat. O'zingizga shu mikrofon taqib qo'yaylik sizga. Va nihoyat keldik Buxoroga. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi, tinchmi? Rahmat. Sizlar yaxshimi? Yaxshi. Ikkita o'zgarishlar katta bo'lib ketibdi-ku. Shunday. Gap yo'q, baliqlarga bitta baho berib qo'yinglar. Bular tabiiy-a? Tabiiy. Gap yo'q. Xo'sh, har safar o'z Buxoroga kelganda mana shu apparatga tushib ketaman. Shunaqa mazza qiladi odam. Bir charchoqlar hammasi chiqib ketadi. O'zi 10 minutlik-a? 10 minut yotasiz, bo'ldi. Hamma charchoqlar chiqib ketadi. Shunaqa mazza qilasiz. O'sha nervlar hammasi ochiladi do'stlar. Shu apparatni sizlarga birinchi ko'rsatib o'tamiz. Ishlab turibdi. Yongan yo'q faqat. Do'stlar, bu apparatni bilmaganlar uchun, yangi obunachilar uchun bir marta tushuntirib o'taman. Bu apparat grijani davolaydi, gijjalarni to'kadi. Undan tashqari bosh og'riqlari bormi? Bosh og'riqlarning hammasini yaxshi qilib yuboradi. Xo'sh, buni 10 daqiqasi 3-4 soat qo'lda massaj qilinadi-ku, qo'lda 3-4 soat massaj tasavvur qilyapsizlarmi? Endi qancha vaqt? Qanaqa yengil bo'ladi odam. Xuddi shunaqa massajni effektini beradi do'stlar. Bunda 10 minutlik massaj. Bu mana bu vibratsiya bilan massaj qiladi. Shunaqa suyak-suyakgacha yetib boradi. Bu shunaqa vibratsiya bilan massaj qiladi. Hamma o'sha qon tomirlarini shunaqa tez aylantiradi. Odam shunaqa yengil bo'ladi, tasavvur qila olmaysizlar do'stlar. Bir ikkita bemorlarni olib kelganmiz bu yoqqa, oldin bilsanglar. Chuqur nafas olsinlar, ayting. Zo'r narsa ekan. Organizm davolash yaxshimasi. Zo'r narsami ekan? Nima deydi, o'ralar qandaydir badan, masalan, mana qo'lim, mana bunday qila olmasdim-ku. Manaqa yotgandan keyin qiynaldim-ku, nikilli, keyin qandaydir boshqacha bo'lib ishlab ketdi-da. Ancha yordam berdi. Rahmat. Hoji boboni bilasizlar, juda shov-shuv bo'lib ketuvdi. Hoji bobo velosipedda ketayotgan Hoji boboni olib kelib, mana shu yoqda Namangandan velosipedda kelgan Hoji bobomiz 10 minut massajni olib qanaqa yengil bo'lgan. Shu yosharib ketdi devorgan o'sha paytlarda juda bir mashhur bo'lib ketgan. Men o'zimni yengil his qildim hozir. Mashinchi aşağıdan velosiped minib keldim-ku, u minmaganday turibman-da hozir. Shunaqa yengil bo'lib qoldim. Shunaqa yengil bo'lib o'zim maylarimda anaqa toliqish anaqalar bordi, yo'q o'zi. Yo'qoldimi hammasi? Yo'qoldi. Juda ko'pchilik obunachilarimiz bu masajga kelishgan. Hozirda do'stlar eng qizig'i 50% skidka ketyapti bu masaj apparatga. Nevro apparat bu nomi do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Keling aka. Qanday bemorlar kelishyaptimi? Rahmat. Kechga Hasan Himmatov nomidan kelganlarga 50% skidka bor. Shuning uchun Hasan Himmatov nomidan kelyapmiz deb telefon qilasizlar do'stlar. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan do'stlar. Grija disk, osteoxondroz, migren, bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, yurak, o'pka, nafas yo'llarini davolash, insultdan keyingi holatni davolash, ko'pchilik insultdan keyingi o'sha asoratlarni davolaydi. Juda yaxshi tiklanish, juda zo'r bo'ladi. Birinchi kundan odam sezadi o'zi. Birinchi muolajadan birinchi kundan odam sezadi. Qon aylanishi, immunitetni oshiradi, oshqozon osti bezi, ichakda shamollash, qabziyat, gemoroy
juda ko'pchilik davosini topmay yurishadi. Erkaklarga prostata Prostata, juda yaxshi foydasi. 3 kunda уже prostatani aslo jenskiy ham qolmaydi. kasalliklarni ham davolaydi ekan. Ayol kislasi, sistit, erkaklar prostatasi, osteoporoz va suyak yemirilishi ham davolaydi. Juda zo'r effekti. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Asosiy nimasi xonalanishni yaxshi qiladi. Qon aylanish juda ham Birinchi kundan, birinchi muolajadan уже odam sezadi o'zgarishni o'ziga. Bu yerda endi bir hafta o'zi 7 kun. 7 kun 7 kun. 7 kun 10 minutdan 7 kun muolajamiz. ertalab 10 minut, kechga 10 minut. Shunda do'stlar 6 soat, 8 soat massaj qilganimni foydasini sizlar bir kunda olasizlar. 7 kun, ba'zilar kelishadi 10 kunlab yotishadi yoqqandan keyin. Ba'zilar aravachada kelishgan, tik oyoqda yurib chiqib ketishgan mana shu yerdan. Shunaqa bir sirli, bir mo'jizaviy apparat. G'ayratabiiy. Juda ham mazza apparat do'stlar. Endi biz hozir charchab keldik. Shunaqa charchoqlar bor, endi bitta oz apparatga tushmasak bo'lmaydi. Tamam, hozir yordam. Tushamiz bunga ular hech Soatni yechib qo'y. Bu magnitni muolajada, magnitni. Magnit. Soat, temir tersak bo'lmasligi kerak. Lekin yomon vibratsiya beradi. Sizga bo'lsa shu yomon vibratsiya beradi. Asta qo'shib yuboring o'sha. Hozir qo'shiladi do'stlar. Birinchi qo'shilsin ham bo'lmasa. Boshlandi o'zi do'stlar. Bismillah. Voy dod. Asta sekin orqaroq biroz. Sekinlik bilan. Oyog'ini bu yoqqa. Biz oyoq bu yoqqa cho'ziladimi? Shuna. Qo'rqmang. Tishlamaydi. Sezopsizmi? Boshlandi o'zi do'stlar. Belni shunaqa ushladi. Nima kasalliklar bor, hammasini yechib yuboradi. Agar hech qanaqa bir kasallik bo'lmasa, bu apparatda og'riq sezmas ekan. Og'riq sezmaydi. Kasallik bo'lsa, nimadir qon aylanishi yaxshi bo'lmasa, og'riq sezib, sekin-sekin og'riq yo'qolishni boshlaydi. Keyin hech qanaqa og'riq sezmay, Shamollashlarni oladi. o'rganib qoladi. Tabiiy. Dorisiz, ukolsiz. Shunaqa belni hozir ushlagan. Oddiy tilda gapirib bermaydi bu narsani. Tushuntirib bermaydi. Tushuntirib bo'lmaydi. Bu Kelgan inson tushasiz, keyin his qilasiz. oyog'ingizni aylantiring qanaqa? Asta sekin bilan. Shunday. Mayli. Bu ushlayversa bo'ladi, Ha, bo'ladi. Yotayam. Pasport tushib asta-asta. Ketdi. Voy dod. Bizda ham nima deydi? Qon aylanishi yaxshi emasmi deymanda. Hozir aylantiramiz. Juda yaxshi aylantiramiz. Sekin og'riq bo'lib, keyin qo'yib yuboryapti. Bu apparatni halol sertifikatsiya ham ega. Hech kim bir-birini tegmaydi. Bu apparat halol sertifikati berilgan aytgancha. Mana shu oyog'imga og'riq berardi-da grija. Hozir og'riq kuchaydi. Sekin bir ushlab keyin qo'yib yuboradi-da. Vah. Shunaqa mana shu tomonlarni shunaqa vibratsiya bilan Sezopsan yaxshi. Zo'r, odamga bir yoqimli-da. Suyaklargacha shunaqa bir vibratsiya bilan massaj qilyapti.
u qo'yib yuboryapti endi. Bir martadan shuncha rezultat. Bu bir hafta davomida 14 marta agar mana shunaqa yotsanglar, juda ham rezultat kuchli bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar do'stlar. Eng asosiy kasalliklar mana gemoroy, pija, grija, bosh og'riqlar, prostatani yaxshilaydi. Tabiiy yo'l bilan davolash bu. Hech qanaqa ukol dorilarsiz. Sahr diabet kimda bor? Sahr gemoglobinni tushirib beradi. Sraz natijasi bor. 1 kun, 2 kun, 3 kunda natijasini ko'radi. Hozir bellarni shunaqa massaj qilyapti bu. Nervlar ochiladi. Bunda misol uchun ba'zi bemorlar bo'ladi, qo'li qonsiz bo'lib yig'ilib qolgan, yoki oyog'i yig'ilib qolgan, o'shalarni ham yotganda sekin qo'llar ochiladi, oyoqlar ochiladi. Ha. Qo'lga Nima keldi. bo'lib tushuntirib bering obunachilaringizga. Nima bo'libdi? Nimani his qilyapsiz? Yana shunaqa bir vibratsiya bo'lyapti. Hozir qo'lga kelganda qo'lim shunaqa bir ishlamay qoladi. Poliartrit bilan kim bemorlar bo'lsa kelsin. Juda zo'r foydasi, juda zo'r. Massaj. Mana shu oldi orqa polni massaj bo'lyapti-da. Shamollashni oladi-da. Tabiiy holat shamollashni oladi. Qo'lda bunaqa massaj qilib bo'lmaydi, iloji yo'q-da. Bu suyakkacha yetib borar ekanda. Qo'l. Oldimi? Qo'l ishlamay qoladi, qo'lga yetib. Qo'l, yelka, mana shu sohalarni qo'l massaj qildi. Bo'ldi, 10 minut. Bo'ldi, sizga bugunga yetarli. Ana do'stlar. Bu mazza bo'ldi endi. Juda yengil bo'ldi. Hamma charchoqlar chiqib ketdi. Mana endi yana bemalol 12 soat yo'l yursam bo'ladi. Toshkentgacha yetib olsam bo'ladi. Bo'ladi. Charchoq bo'lib, boya bellar og'rib, shunaqa lanch bo'lib keldim-da. Hamma charchoqlar chiqib ketdi. Xullas, bemalol kelaverasizlar do'stlar. Manzilni yana bir marta tushuntiramiz. Buxoro shaharga kelasizlar. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol akamizga murojaat qilsanglar, lokatsiya tashlab beradi akamiz. Lokatsiya bo'yicha kelsanglar ham bo'ladi. Yana qanday bir savollar bo'lsa, narxlarni so'ramoqchi bo'lsanglar, bemalol akamizga murojaat qilaverasizlar. Buxoro shahar 5-mikrorayon malaka oshirishda to'g'risida ko'chadan bir 200 metr kiriladi. Shu yerda joylashgan, bemalol
ko'pchilik bo'lib kelsanglar, kutib o'tirish uchun joylarimiz ham bor. Baliqlarni tomosha qilib, agarda boshqa viloyatlardan kelsanglar, akamiz joy topishda ham yordam beradi, bu yoqda bemor lichina olish uchun ham. Bor bu. Hamma sharoitlar bor. Hamma sharoitlar bor. Xullas, hammani kutib qolamiz. Do'stlar, bemalol kelaveringlar. Mana sizlarga tabiiy yechimi kasalliklarni hech qanaqa dori ukollarsiz. Dori ukol bo'lgandan keyin qaysidir tarafingizga zarar bo'lishi mumkin. Bir joyingiz yaxshi bo'lgan bilan bir tomoningizga zarar bo'lishi mumkin. Lekin mana bu haqiqiy tabiiy shunaqa apparat. Sog'lom bo'lib ketinglar, bemalol kelsanglar, o'zi 1 kun 2 kunda rezultat sezasizlar. Videoga like bosamiz, kommentariyada fikrlarni yozib qoldiramiz va kelganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xudo xolasa keyinroq yana bir kelamiz. 1-2 ta bemorlar bor Qashqadaryodan. O'shalarni ham olib kelamiz bu yerga. Bir rezultatlarni yana bir ko'rsatib o'tamiz obunachilarga. Mayli, bemalol. Shunaqa bir qo'l oyoq yig'ilib qolgan, tonusdan yig'ilib qolgan shunaqa bemor bolalar bor. Shularni olib kelamiz. Nerv tomonlama kasalliklari bor bemorlar bor. O'shalarni olib kelamiz. Yana bir obunachilarga Samarqanddan filialimiz ochilgan. O'tamiz. Samarqand qayerda ochilgan? Karimbek Istiqlol restorani yonida. Kimga Samarqand qulay bo'lsa, o'sha yerdan Bo'lmasa nomerga murojaat qilishadi. Agar Adresini batafsil tushuntiramiz. Buxoro qulay bo'lganlar Buxoroga, Samarqand bizga qulay deydiganlar bo'lsa yoki Samarqand obunachilar bo'lsa, yozsanglar akamiz sizlarga Samarqanddagi lokatsiyani tashlab beradilar. Bu yoqda bemalol qaysi qulay bo'lsa, xullas 2 ta joyda bor. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishamiz.